Assalomu alaykum, hurmatli Ko'k masjid fuqarolari hamda bu mahallada joylashgan tadbirkorlar. Bizlar bugun mana 24-mart kuni Milliy bank Samarqand viloyatidan tashrif buyurdik. Prezidentimizning shu uychi tajribasi bo'yicha berilgan topshiriqlar bo'yicha sizlarga shu bizlardagi ma'lum bo'lgan kreditlarimiz to'g'risida bir yangiliklarni aytib o'tmoqchi bo'ldik sizlarga. Kimga qanaqa savol yoki takliflar bo'lsa, bankdan kredit xodimlari tashrif buyurgan. Shular bo'yicha biz sizlarga tushuntirish ishlarini olib boradi. Agar kimda qanaqa savol bo'lsa, o'zingizni tanishtirib sanaysiz, keyin bolalar tushuntirib beradi. Men Ubaydulloyev Islom shu kredit olishga qiziqdim, mana shu so'rashga keldim. O'zingizni nomingizga jismoniy shaxs sifatida olmoqchisiz. Hop, sizga tushuntirib beraman. Bizga hozir mana PK7 bo'yicha prezident qarorlari dasturi doirasida kredit tarifini ko'rib chiqib, sizga murojaatingizni o'zi biz ko'rib chiqamiz. Bizlarda PK7 bo'yicha kredit unumimiz bor. Uni 10 milliongacha sizga kredit ajratib olamiz. Uni foizi 18%, 18 oyga. Sizga o'zingizni ko'rib, sizga ma'qul bo'lsa agar, hozir sizning ish yerida o'zida ko'rib chiqib sizga